Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz demak baliqlarimizni tuzatishni boshlaganimiz va qanaqa dorilar ishlatishimiz haqida bo'ladi. Kuzatib boring, birga o'rganamiz, birga natijasini kuzatamiz. Ketdi. Demak, ko'rishingiz mumkin, baliqlarim mana men bilan ba'zilari dumi uzilib tushgan, undan tashqari men bilan bel sohalarida, dum sohalarida har xil oq dog'lar paydo bo'lgan. Dumchalarida, ya'ni suzgichlarda ham oq narsalar paydo bo'lgan va men buni tuzatishim uchun har xil dorilarni internetdan qidirib ko'rdim. Mana tetratsiklin, undan tashqari mana eritromitsin, undan tashqari mana furazolidon va o'zimiz oddiy furatsilin dorilarimizni olib keldik. Sotib oldim. Endi i plus nimalar qildim? Men yerda turgan mana o'yinchog'ini koryagasini olib qo'ydim va bularni ham hozir olib qo'ymoqchiman-ku, no men bu so'miklarim borligi uchun ularga baribir narsa kerakligi uchun olmayapman. Ular turib turaveradi. Lekin iloji bo'lsa olib qo'yish kerak. O'simliklar yo'q. O'simliklarsiz akvariumda o'zida baliqlarni hech qanaqa karantinga solmasdan davolashni boshlaymiz. Demak, nima kasalliklardan davolaymiz degan savolga javob mana ko'ryapsizlar, dumlarida oq dog'lar paydo bo'lgan, har bittasi tanasida ham suzgichlari chirish kasalliklari bir-biriga mana ulanib qolyapti, ya'ni yopishib qolyapti suzgichlar. Shu kasalliklar misol uchun o'sha suzgich chirishi kasalligi, ikkinchi kasallik ixtiofteriyoz kasalligi, ya'ni ikkinchi nomi manka, xalq tilida manka deb qo'yiladi. O'shanaqa kasallik mana ko'ryapsizlar, berkinib, dumlari yopishib qolgan va o'zini juda ham bir yomon tutyapti. Ya'ni misol qaramagan, hozir mana shu yerda o'tirganim uchun ovqat beradi deb mana oldimga kelib olishyapti, lekin mana ko'ryapsizlar, burchaklarda berkinib, o'zini juda ham bir yomon holatda tutyapti. Ya'ni berkinyapti, suvda aktiv suzmayapti. Ixtiofteriozga demak bizga davo bo'lish uchun qaysi tabletkalarni ishlatamiz? Eritromitsin emas, tetratsiklin emas. Bu tetratsiklin bilan eritromitsinni men o'tgan safar ishlatdim. Nimaga? Men bu dumlarni ko'ryapsizlar, ya'ni plavnikovый gnil deb qo'yadi. Shu dumlar chirish kasalligi, o'shanga qarshi, bakteriyalarga qarshi bular ishlatilar ekan. Ishlatib ko'rdim. Anchagina to'xtadi, lekin ikkinchi kasallik, o'sha aytgandek, ixtiofteriyoz kasalligi avjiga olib ketdi. Endi uni davolash uchun biz nima ishlatamiz? Furazolidon va furatsilini aralashmasini ishlatamiz. Mana hozir tayyorlab qo'yganman, ozgina suvga. Misol uchun mana akvarium taxminan 30 litr suv massasini o'zi suv bo'lganligi. Endi 50 litr akvarium, lekin suv massasini o'zi 30 litrlik taxminan shuni tashkil qiladi. Shuning uchun 3 ta furazolidon va 3 ta furatsilin dorilarini, tabletkalarni suvda eritib olyapman. Yaxshilab erigandan keyin, umuman cho'kma qolmagandan keyin akvariumni o'ziga quyib chiqaman. Bundan tashqari yana bitta qilinadigan ish, bu doridan oldin mana temperaturani ko'rishingiz mumkin, 28-30 gradusgacha ko'tarishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni temperatura qanchalik ko'tarilsa, shu kasallikni rivojlanishi shuncha sekinlashar ekan, ular uchun noqulay sharoit bo'lib xizmat qilib berar ekan. Shuning uchun menda 26 gradus turardi, men hozir 28 ga ko'tardim. Endi 28,5 ko'rgan bo'lsanglar, sekin-sekin 30 ga ham sekin ko'tariladi. Undan keyin mana shu turgan holatda suvni almashtiraman. Endi almashtirganman, o'tgan safar tetratsiklin berganimda almashtirdim. Endi shu holatida demak ustiga hozir birinchi filtrini bitta yuvib yuboraman, tozalab, yaxshilab. Ustiga mana shu eritilgan bizdagi rastvorimizni, ya'ni eritmamizni quyaman. Ko'ramiz nima bo'ladi. Demak, dorimiz tayyor bo'lgunicha ozroq vaqt bor. Shungacha sizlarga ixtiofteriyoz kasalligi nimaligi yoki o'sha dum chirish kasalligi nimaga bo'lishini ozroq ma'lumot beraman qo'ldan kelgancha. Mana ko'ryapsizlar, dumi deyarli yo'q. Ya'ni o'sha suzgichlar chirib tushgan. Mana bu esa ixtiofteriozda yana bitta nimasi
ham qaranglar, suv o'ti ko'payib ketgan, suv o'ti ko'payishni boshlagan. Mana shu balig'imiz ham dum qismida oq dog'lar, mana bunda ham butun tanasi bo'ylab mana dum qismida oq dog'lar ko'rishingiz mumkin. Yana ikkinchisi mana shunaqa yotib olyapti yerga. O'zini juda ham bir g'alati tutyapti. Ya'ni qayoqqa borishni bilmayotgandek devorga urib, o'zini bir kasal baliq deyman. Kasalligi aniq-ku, qanaqadir qayoqqa borishni bilmagandek, nochor qolganda u yoqqa bu yoqqa urib qochadigan joyi yo'qdek suzib yurishibdi. Bular ham mana suvga qarshi oqimda o'ynab yurishibdi, lekin men buni уже tuma qolmagan ko'rgansizlar. Xullas, Ichthyophthirios shunaqa kasallik ekanki, oq dog'lar paydo bo'lar ekan, ya'ni bu infuzoriyani bitta turi ekan. Infuzoriyani bitta turi sekin ko'payishni boshlar ekan. Qachonki o'sha birinchi baliqni tanasiga yopishib olib, keyin sekin tuxum qo'yib, ularni ko'paytirib, butun boshli akvariumda juda ham tez egallab olishi mumkin ekan. Egallab olgandan keyin farqi yo'q, baliqda qaysi organi bo'lishidan qat'iy nazar butun tanasiga, jabralariga joylashib olib, baliqni nobud bo'lishigacha olib kelar ekan. Va o'z vaqtida davolanmasa, akvariumdagi nafaqat baliqlar, mana bu ulitkalar ham, hattoki suv o'tlari ham o'lib ketishi mumkin ekan. Va dori vositalari bilan davolashni boshladim. Endi menda boshqa dori yo'q, ya'ni firmenniy akvariumda baliqlarni tuzatadigan dorilarim yo'q. Petra degan dorilarimiz, xullas. Qaranglar, o'zini g'alati tutyapti. Juda ham bir qo'rqqan holatda tutyapti va ba'zi baliqlar hattoki yerga ishqalanib, o'zidagi o'sha xuddi qichtirayotgandek bo'lar ekanda, yerga, shu toshlarga, har xil karaglarga ishqalatib, o'sha narsani yo'qotmoqchi bo'lar ekan. O'zlari bilan o'zlari ham kurashar ekan. Ya'ni o'zlaridan ham bir umuman qaranglar, yotib olyapti, qidirilyapti. Shunaqa narsalar bor. Xullas, Ichthyophthirios shunaqa kasallik ekan. Undan tashqari mana bu dum chirish kasalligi esa, ya'ni suzgichlar chirish kasalligi esa bu o'sha birinchi o'rinda suvni yomonlashib ketishi, bakteriya ko'payib ketishi va chetdan kelgan kasalliklar, ya'ni yangi baliq olib keldim-ku, yangi baliqni karantinga qo'ymasdan qo'shib yubordim, shunaqa kasallik ko'payib ketdi deb o'ylayapman. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor o'sha suvni bir oycha almashtirmagandim o'shandan. Ikkinchisi ovqatni baliqlarim ko'p bo'lgani uchun sal ko'proq berayotgandim. Balkim shuning uchun ham bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ovqat turadi va har xil zararli moddalar ko'payib ketadi. Mana bu ona gupik balig'ini ahvoli 3-4 kun oldin juda ham og'ir edi. Rasmda ham ko'rsataman, ahvolini bujib qo'ygan, dumlari yopishib qolgan, chekkaga yotib olib, umuman qimirlamay yuruvdi. Shu boya tetratsiklin yo'q, tetratsiklin emas, nimani berdim? Eritromitsinni berdim. Eritromitsinni ana ko'ryapsizlarmi? Ishqalanyapti, toshga ishqalanyapti. O'zidan o'sha boyagi infuzoriyani ketkizib olmoqchi. Ular antibiotik berdim, ancha o'ziga kelib, har holda bemor suzib yuribdi. Endi u kasallik ketdi, ikkinchi kasallik mana dumida oq narsalar paydo bo'lib, butun tanasiga ham tarqalishni boshladi. Ko'ryapsizlarmi? Dumida oq narsalar paydo bo'ldi. Endi iloji yo'q, mashinamiz mana erib tugasa, shuni sekin qo'yib davolaymiz. Birinchi marta davolayapman, sizlar bilan birga natijasini ko'ramiz. Xudo umr bersa, yashaydi. Sekin quyapman, mana filtrni oldidan quyishni boshladim. Filtr chunki hamma joyga tarqatadi. Butun akvarium bo'ylab tarqayapti. Tagida ozgina qolganini qoldiraman, ya'ni erimaganlarni yana boshqatdan ezib yaxshilab eritib olaman. Butun mana akvarium boshqacha rangga, sekin sariq rangga kirishni boshladi. Endi mana uni tagidagi qoldiqlarni yana eritib, oxiricha quyib tashlayman. Bo'ldi, hamma dorini quyib, yaxshilab aralashtirib quyib yubordim hammasiga, ya'ni akvariumda.
Mana ko'rishingiz mumkin, butun akvarium bo'ylab suzib yuribdi dorilar. Endi sekin erishishni ham boshlaydi. Telefonda ham unaqa effekt bermayapti. Men o'zimga ko'rinyapti, salatib beraverang. Lekin telefonda unchalik ko'rinmayapti. Yarqish ko'tardim, yo'q, ko'rinmadi baribir. Xullas, sal bo'lsa ham o'zgarish bor. Balkim yana mana bu erimagan donachalari erib, ko'proq sarg'ishroq holatga kelib qolar balkim. Endi ko'ramiz. 3 kun kutamiz, ovqatlantirmaymiz. Temperatura o'sha 29-30 gradusda turadi. Shunaqa qilib sekin-sekin o'rganamiz. Kanalni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan birgalikda natijasini ko'ramiz va kuzatamiz. Keyingi videolar chiqishiguncha sog' bo'ling, omon bo'linglar.